sinf O'zbekiston tarixi 26-mavzu etnik jarayonlar va o'zbek xalqining shakllanishi. Etnik jarayon jahondagi boshqa xalqlar kabi o'zbek xalqining shakllanishi ham uzoq yillar davomida sodir bo'lgan etnik jarayonlar mahsulidir. O'zbeklar alohida etnik birlik, elat bo'lib, Movarounnahr, Xorazm, Yettisuv, qisman Sharqiy Turkistonning g'arbiy mintaqalarida shakllangan. O'zbek xalqining asosini hozirgi O'zbekiston hududida qadimdan o'troq yashab, sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelgan mahalliy sug'diylar, baqtriylar, xorazmiylar, farg'onaliklar, shoshliklar, yarim chorvador qang'ilar, ko'chmanchi sak-massaget kabi etnik guruhlar tashkil etgan. Shuningdek, Janubiy Sibir, Oltoy, Yettisuv, Sharqiy Turkiston hamda Volga va Ural daryosi bo'ylaridan turli davrlarda Movarounnahrga kirib kelgan etnik guruh ham o'zbek xalqi etnogenezida ishtirok etadilar. Yuqorida nomlari keltirilgan etnoslar asosan turkiy va sharqiy eroniy tillarda so'zlashganlar. Etnik jarayon kelib chiqishi bir-biriga yaqin bo'lgan turli qabila va elatlarning asrlar davomida qo'shilib borishi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida yuqorida nomlari qayd etilgan qabila va elatlarning etnik jihatdan aralashuv jarayoni natijasida o'troq hayotga moslashgan turkiy hududiy maydon o'zbek xalqiga xos antropologik qiyofa shakllanadi. Qang'i davlati davrida turkiy zabon etnoslar ustuvorlik qilib, o'ziga xos uyg'unlashgan madaniyat shakllanadi. Arxeologik asarlarda bu madaniyat Qovunchi madaniyati nomini olgan. Antropolog olimlarning ta'kidlashlaricha, aynan shu davrlarga kelib, O'rta Osiyoning vodiy va vohalarida yashovchi aholi tashqi qiyofalarida hozirgi o'zbek va voha tojiklariga xos antropologik qiyofasi to'liq shakllanadi. O'zbeklar etnogenezida qatnashgan navbatdagi etnik guruhlar Kushonlar, Xiyoniylar, Kidariylar va Eftallardir. Shuningdek, o'zbeklar etnogeneziga Turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoning markaziy mintaqalari va Xorazmga kelib o'troqlashgan turkiy qabilalar faol ta'sir ko'rsatadi. Turkiy elatlar va mahalliy o'troq aholi o'rtasidagi etnik-madaniy munosabatlarning rivoji natijasida turkiy qatlam madaniy yutuqlarining mahalliy madaniy xo'jalik an'analar bilan jadal uyg'unlashuvi yuz berdi. 7-asrdan boshlab o'lkamiz Turkiston nomi bilan atala boshlagan. O'zbek xalqining asosini sug'diylar, baqtriylar, xorazmiylar, farg'onaliklar, shoshliklar va sak-massagetlar tashkil etgan. Qang'i davlati davrida Qovunchi madaniyati va O'rta Osiyoning antropologik qiyofasi to'liq shakllanadi. Turkiston turkiy aholi o'rnashgan o'lka. O'zbek xalqining tashkil topishi 8-asrdan arab va ajam xalqlarining O'rta Osiyoga kirib kelishi mintaqadagi etnik jarayonlarga katta ta'sir etmagan bo'lsa-da, bu davrda Movarounnahdagi o'troq va yarim o'troq turkiy zabon aholi, sug'diylar va Xorazmning tub yerli aholisi o'z hududlarida qolib, arablar hukmronligi ostida yagona islomiy e'tiqod birligi uyg'unlashdi. 9-12-asrlarda o'zbek xalqi shakllandi. Uning asosini o'lkamizda yashab kelgan ziroatkor va chorvador tub yerli aholi tashkil etdi. Movarounnahrda joylashgan aholi qadimdan ikki tilda, sug'd va turkiy tillarda so'zlashgan. 9-asrda Movarounnahr mintaqasida yaxlit turkiy etnik qatlam, turkiy til muhiti vujudga kela boshladi va o'z navbatida sug'diylar va boshqa mahalliy etnoslarda ham turkiylashish jarayoni jadallashgan. Bu davrda Movarounnahr va Xorazmda turkiy etnik qatlam kuchli etnik asosga ega bo'lib, bu qatlam asosining ko'pchiligini o'troqlashgan turkiy etnoslar tashkil qilgan.
Qoraxoniylar davrida Movarounnahr va Xorazmda siyosiy hokimiyat turkiy sulolalariga o'tishi munosabati bilan sodir bo'lgan etnik jarayon o'zbek xalqining shakllanishida yakuniy bosqich bo'ldi. Aynan mazkur davrda o'zbek xalqiga xos etnik omillar shakllangan. Bu davrda o'zbeklarning umumelat tili qaror topdi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Darslarimiz sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.